Ayollarda asosiy bepushtlikka olib keluvchi gormonlar haqida gaplashamiz. Birinchisi bu TTG gormoni. Buning miqdorining oshib ketishi follikulalarning yetilishini kechikishi va bundan tashqari prolaktin miqdorining oshib ketishi kuzatiladi. Ikkinchi gormon bu prolaktin. Prolaktin miqdorining oshib ketishi, FSG va LG miqdorining tushib ketishi kuzatiladi. Uchinchi gormon bu FSG. FSG ta'sirida follikulalarning yetilishi kuzatiladi, LG ta'sirida esa ovulyatsiyaning sodir bo'lishi kuzatiladi. To'rtinchi gormon bu insulin. Insulin miqdorining qonda oshishi bu FSG va LGlarning tuxumdonlarga bo'lgan ta'sirini pasaytiradi. Beshinchi gormon bu testosteron. Testosteronning ayollarda qondagi miqdorining oshishi hayz siklini buzilishi, bundan tashqari ovulyatsiyani buzadi. Oltinchi gormon bu progesteron. Progesteronning kamayib ketishi urug'langan tuxum hujayralarining bachadonda ushlanib qolish funksiyasi kamayib ketadi. Yettinchi gormon bu estrogenlar. Estrogenlarning qondagi miqdorining kamayib ketishi bachadon devorlarining yaxshi o'smasligiga olib keladi. Agar bu gormonlarda sizda o'zgarishlar bo'lsa, kimga murojaat qilish kerakligini o'zingiz tushunib yetdingiz.